Do'stim, niyat qilaman, yoqsa kanalga obuna bo'lasiz. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin, hofizi Qur'onlar chiqsin. Amin deb yozing. Ushbu videoni ko'rayotgan ko'zlaringiz jannatda Allohning jamolini ko'rsa. Amin deng do'stim. Mana shu kunda o'zida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tushlaringizda ko'ring. Do'stim, qarang, arab alifbosini bilmaysiz, lekin Qur'on o'qishni qalbingiz ila xohlaysizmi? Ko'rib turgan kitoblar 6 ta kitobni bitta kitobga jamlanmasi bo'lib, Qur'onimiz kiril alifbosida yozilgani. Qaranglar, harflari nihoyatda dona holatda yozilgan. Qolaversa QR kod orqali ruchkali Qur'onga o'xshatib ishlatish tizimiga ega. Bir tarafida tajvid qoidalariga mos holatda, xos holatda yozilgan bo'lsa, undan tashqari Qur'onimizda tafsiri, ya'niki o'zbekchasi bor. Undan ham tashqari hadislar, oyatlardan jamlanma bo'lib, misol uchun Zuho surasi qachon nozil bo'lgan, qayerda nozil bo'lgan, necha oyatdan iborat to'liq holatda tushuntirilganiga qaramasdan boshlang'ich muallim soni ham joylashgan kitobimiz O'zbekiston nashriyoti bo'lib, o'zingiz bilan bemalol O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistonga olib ketsangiz bo'ladi. Diniy qo'mitaning ruxsatnomasi bor. Kitobimizni Rossiya bo'ylab, qolaversa O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mana shu jannatiy birodarim uchun mutlaqo bepul bo'lib, xarid qilish uchun Rossiyada bo'lsangiz +7 kodi bilan 953 159 96 06 raqamlariga, agar O'zbekistonda bo'lsangiz 99 kodi bilan 789 96 06 raqamlariga WhatsApp tarmoqlari yoki Telegram tarmoqlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ahlan va sahlan.